Hozirda Keniya davlatining deyarli yarim aholisining yoshi 15 yoshdan oshmagan. Gavayi orollariga inson qadami yetgandan beri 71 ta qush turi oroldan butkul yo'q bo'lib ketgan. Yaponiyada itlarga ham maxsus soch pariklarini sotib olish mumkin. Amerikaning Missuri shtatining Netses shaharchasida fillarga pivo ichirish taqiqlanadi. Birinchi bora Marlboro sigaretini ishlab chiqargan kompaniyaning boshlig'i ko'p sigaret chekkandan o'pka raki kasalligiga duchor bo'lib olamdan o'tgan. Hozirda 90% biz biladigan narsalar bundan 50 yil oldin fanga noma'lum bo'lgan. Avstraliyada tezlik odamni o'ldiradi nomi bilan ataluvchi shahar bor. Hech o'ylab ko'rganmisiz, jahondagi eng yirik kazinolarda umuman uxlamas ekan. Aslida sichqonlar pishloqni yomon ko'rishar ekan. Albatta, multfilmlarda bizga buni aksini ko'rsatishgan. Agar oyning 1-kuni yakshanba kunga to'g'ri kelsa, unda oyning 13-kuni albatta juma kunga to'g'ri kelar ekan. Kompyuter klaviaturasidagi birinchi keladigan 10 ta harf o'sha klaviaturani yaratgan inson ismi ekan. Ya'ni klaviaturani yaratgan inson ismi Qvert Yuiop bo'lgan. Inson birdaniga 2,5 kilogramdan oshiq shokolad iste'mol qilsa, olamdan o'tishi mumkin ekan. Cho'qintirgan ota filmidagi otning boshi haqiqiy bo'lgan. Film rejissyori uni itlarga ovqat tayyorlovchi kompaniyadan sotib olgan. Eiffel minorasini har 7 yilda yangidan bo'yoq qilishar ekan. Insoniyat shu kungacha okeanning atiga 10% ni o'rganib chiqa olgan xolos. Vulqonlarning deyarli 90% suv qa'rida joylashgan, ya'ni okean, dengiz, orollarda joylashgan. Olimlarning ta'kidlashicha, okeanda 25 milliondan ortiq jonzot turlari mavjud ekan. Hozirgacha ularni atiga 1% o'rganib chiqilgan. Qolganlari esa insoniyatga noma'lumligicha qolmoqda. Fillar sakray olmaydigan dunyodagi yagona hayvon hisoblanadi. Chumolilar har qanday balandlikdan yiqilsalar ham tirik qolishar ekan. Hozirda 2 daqiqada butun dunyoda tushirilgan suratlar butun 19-asrda tushirilgan suratlardan ham ko'proqni tashkil etadi. Piramida barpo etilgandan so'ng 1000 yil vaqt o'tib, mamuntlar butkul yer yuzidan qirilib ketishgan. Demak, piramida qurilayotgan paytda ham mamuntlar yer yuzida yashashgan ekan. Titanic so'z signali mavjud bo'lgan birinchi kорабль bo'lgan. Buni qarangki, uydagi eng kir va iflos narsa televizor pulti bo'lar ekan. Ishonish qiyin, shunday emasmi? Yer yuzida suvli yomg'ir yog'sa, Saturn va Yupiterda yomg'ir olmosdan yog'ar ekan. Delfinlar bir-birlariga ism qo'ya olish qobiliyatiga ega ekan. Venerada bir kun Yerdagi 1 yildan ham uzoqroq bo'lar ekan. Agarda siz biror bir voqeani qanday bo'lganini eslashga harakat qilsangiz, ayni o'sha kunni emas, o'sha voqeani oxirgi marotaba qachon eslagan bo'lsangiz, xuddi o'sha tasvirni yana qaytadan ko'rar ekansiz. O'rta asrlardagi odamlar yer sharini tekislikdan iborat deb hisoblashgan. 2002-yilda O'rgamchak odam filmini suratga olish jarayonida doim o'rgamchak odam kiyimi yo'qolib qolavergan. Oqibatda kino rejissyori bir nechta o'rgamchak odam kostyumini tikishlariga buyurtma bergan. Har bir kostyum narxi $100,000 ga teng bo'lgan. Buni qarangki, oxir oqibatda o'g'ri topilgan. O'g'ri esa o'sha kostyumlarga javobgar qo'riqchi bo'lib chiqqan. U o'sha paytda o'rgamchak odamning 4 ta kiyimini o'g'irlashga ulgurgan ekan.